Toshkent davlat transport universitetiga ilk kelgan kunlarim hali ham esimda. Ularning orasida yutib chiqa olarmikinman degan ichimdagi hayajon his hammadan ham ko'proq dadam orzu kutgandilar. Endi sen to'xtab qolishga umuman haqqing yo'q. Saida Shakatovna bilan uchrashganimizda ham Transport universiteti men uchun birinchi o'rinda tayanch universitet. Orzularni amalga oshiruvchi trampolin. Bu oxirgisi emas, oxirgi nuqta emas. Assalomu alaykum. Men ismim Kamola, familiyam Mirisqulova. 2000-yilda Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanida tug'ilganman. Hozirda Toshkent davlat transport universiteti magistratura bosqichida avtomobil yo'llarini loyihalash va qurish yo'nalishi mutaxassisligi bo'yicha magistrantman. Tumanimizdagi 14-umumta'lim maktabida o'qib tamomlaganman. Undan so'ng taqdir taqozosi bilan Jizzax viloyati Yangiobod qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejiga o'qishga kirganman. Umuman olganda, yaxshi sharoitda o'sgan qiz uchun u chekka qishloqqa borib o'qish juda ham erish tuyulgan atrofdagilar uchun ham, lekin ilm orzusida, ya'ni matematika, fizikani yaxshiroq chuqur egallash maqsadida u yerga borib o'qiganman. Ushbu kollejni ham a'lo baholarga tamomlab, Jizzax politexnika institutiga grant asosida o'qishga tavsiya qilinganman. U yerda o'qib yurgan kezlarimda ham o'zimning sohamga bo'lgan qiziqish juda ham kuchli bo'lgan, lekin biz bilamizki, avtomobil yo'llari sohasida ayollar juda ham kam, lekin men o'zim xohlaganman boshqalardan o'zgacha bo'lishni va bu sohada ham ayollarning o'rni bo'lishini va bu sohani egallay olishini, shunga qobiliyati borligini isbotlab qo'ymoqchi bo'lganman. Ya'ni o'zimni shu sohada ko'rganim uchun ham shu sohada faoliyatimni davom ettirishga qaror qilganman. Bakalavr bosqichida Beruniy nomidagi davlat stipendiyasi sohibasiga aylanganman va o'qishni tamomlab, qo'limga diplomni olib, "Yo'q, Kamola, endi sen qo'rqmaysan. Endi o'zing xohlagan universitetga borib o'qishing mumkin" deb o'zimga dalda berganman va Toshkent davlat transport universitetini magistratura bosqichida o'qish uchun tanlaganman. Toshkent davlat transport universitetiga ilk kelgan kunlarim hali ham esimda. Universitetga qadam qo'yganimda bu yerda juda ham atmosfera katta. Bakalavrda o'qigan paytlarimda bu yoqdagi ustozlarni qanchalik ularning salohiyati kuchliligini, chunki bakalavr bosqichida ularning yozgan kitoblarini o'qib katta bo'lganmizda. Men ularni hayotda ko'rib, ular bilan menga dars berishini eshitib juda ham xursand bo'lganman va o'sha kitoblarni o'qib katta bo'lgan ustozlarimiz ilk darsga kirganlarida shunaqa ichimdan sevinganman. Mana endi men o'zimni joyimni topdim deganman. Aura bosganmi yoki bu yoqda talabalar ko'p, ustozlarning salohiyati bosganmi? Voy, men endi bu universitetda umuman nomim chiqmay, oddiy talaba bo'lib bitirib ketamanmi degan his o'tgan ichimdan. Keyin o'zimga o'zim, "Yo'q, Kamola, sen eplaysan, sen bunga qodirsan, shu yo'lni tanladingmi, endi bu yo'lni qo'yib yuborish yo'q. Sen albatta nomi chiqqan yo'lchi qiz bo'lasan, yo'lchi olima bo'lasan" deb o'zimga o'zim va'da berganman. Shu boisdan ham Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga hujjat topshirishga qaror qilganman va o'tgan yillarda ham bu mukofot uchun topshirgandim, ammo omadim kelmaganligi uchun bu safar yana va yana o'zimga ichki undov berib, ya'ni o'zimga o'zim impuls berib, yana topshirishga qaror qilganman. Albatta bu yoqda ustozlarim ham qarab turishmadi. Bor imkoniyatlarini ishga solib menga yordam berishdi. Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga fan yo'nalishida avtomobil yo'llari muhandisligi sohasi bo'yicha topshirdim. Albatta bu bosqichlar oson bo'lmadi. Zulfiya mukofotiga endi bilamizki, O'zbekistondagi eng ilg'or, tashabbuskor, faol qizlar topshiriladi. Ularning orasida yutib chiqa olarmikinman degan ichimdagi hayajon his u mukofot uchun saralanganlarning javobi chiqmaguncha bu his ichimdan ketmadi. Oxir-oqibat 2024-yil 4-mart kuni prezidentimizning qarorlari chiqishi bilan bu yelkamdagi hamma tog' ag'darildi desam adashmagan bo'laman, chunki bu mukofotni yutishim hammadan ham ko'proq dadam orzu qilib kutgandilar. Ular chunki "Sen meni qizimsan, sen albatta eplaysan" degan menga kuch berganlar, ishonch bildirganlar. Ushbu mukofotni olganimni eshitganimdan so'ng ustozlarimga birinchi o'rinda rahmat aytdim, chunki ularning anchagina hissalari bor. Zulfiya mukofotiga hujjat topshirganimda unda fan yo'nalishiga doir asosiy o'zini kriteriyalar bo'yicha baholanadi. Ya'ni unda faolligingiz, ilmiy xalqaro maqolalarda qatnashganligingiz, fan olimpiadalarida g'olibligi va umuman tashkilotchilik, volontyorlik qobiliyatlari, jamiyatdagi o'zingizni o'rningiz yoki jamiyatda qo'shgan hissangiz uchun bu mukofot topshiriladi. Men tayyorlanish davomida ham ushbu kriteriyalarni hammasiga bitta ko'rib chiqib, e'tibor berib topshirganman. Balki shuning uchun ham va yana bitta asosiy sababi bu harakat va nasiba. Harakatni qilasiz va nasibasini yaratganni o'zi beradi. Mukofot sohibasi bo'lganimdan keyin ham boshqalarning atrofida ko'z o'ngida endi men
boshqalarga nisbatan kuchliroq va yana ham ko'proq ishlar qilishga qodir qiz sifatida gavdalana boshladim deb o'ylayman. Chunki insonlarning gap so'zidan, ular menga bildirgan ishonchidan bu sezilib turardi. Keyin o'zimga o'zim Kamola, endi sen to'xtab qolishga umuman haqqing yo'q. Sen davom etishing kerak. Sen nafaqat endi o'zing uchun, balki atrofingdagilar uchun ham sen harakat qilishing kerak. Ularning manfaatini ham himoya qilishing kerak. Ular uchun ham foydali bo'lgan loyihalar ustida amalga oshirishing kerak degan maqsadda ish olib bora boshladim. Men o'zimni shunaqa talaba sifatida his qilamanki, barcha imkoniyatlardan foydalanayotgan va eng omadli talaba deb hisoblayman. Boisi ham magistraturada o'qiyapman, ham ishlab chiqarish korxonasida ham o'z faoliyatimni amalga oshiryapman. Albatta bu ham Toshkent davlat transport universitetiga kelganimdan keyin, ya'ni bu universitetda ishlab chiqarish korxonalari bilan bevosita hamkorlikda ish olib borishlari natijasida hozirda avtomobil yo'llari qo'mitasi tizimidagi korxonada bosh ilmiy xodim lavozimida faoliyat olib bormoqdaman. Bu albatta bitta magistrant uchun juda ham foydali. Ya'ni o'zini ishlab chiqayotgan ilmiy ishini ishlab chiqarish korxonasiga ham tatbiq qila olsa, bu eng katta yutuq deb o'ylayman. Ya'ni sohani rivojlantirishga ham, umuman jamiyatni rivojlantirishga bu eng katta omil hisoblanadi. Magistratura bosqichida ham bilamiz, ular uchun davlat stipendiyalari, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti stipendiyasi joriy etilgan va bunda ham hujjat topshirib, unda ham universitet bosqichi va undan so'ng bilim va malakalarni baholash agentligidan testlardan o'tasiz. Shunda ham ichimda qo'rquv bo'lardi. Men eplolmay qolsamchi, ya'ni mukofot olgan qiz endi bu stipendiyani ololmadi degan gap so'zdan juda ham qo'rqaman. Gap so'zdan emas, shunchaki o'zimga bo'lgan ishonch yo'qolib qolishidan qo'rqaman. Testdan ham muvaffaqiyatli o'tdim. Suhbat bosqichiga 3 ta talaba tavsiya etildi va 3 ta talaba suhbat jarayoniga kirib komissiya a'zolari o'rtasida suhbatdan o'tishdi va oxir oqibat natijalar e'lon qilingandan so'ng ham yana bitta o'zimga kuch, ya'ni bu o'zimga yana yangi yo'llarda qadam tashlashga motivatsiya bo'ldi, avans bo'ldi deb ayta olaman. Transport universiteti men uchun birinchi o'rinda tayanch universitet, ya'ni chunki bu transport universiteti nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyodagi eng nufuzli universitetlardan biri hisoblanadi. Orzularni amalga oshiruvchi tramplin, ya'ni baland ovoz bilan ayta olaman, eng katta muvaffaqiyatlarim aynan shu universitetda bo'ldi va bu universitetni tanlashim hayotimdagi eng katta to'g'ri tanlov bo'ldi deb o'ylayman. Uchinchisi, mehribon ustozlar. Xohlaymizmi yo'qmi, Zulfiyachi qiz deganda faqat mikrofonga chiqib baralla gapiradigan, baland-baland ovozlar bilan she'rlar o'qib beradigan qizlarni tushunishadi, lekin bu o'ylaymanki bir oz noto'g'ri. Chunki Zulfiyachi deganda adabiyotshunoslar, sportchilar yoki musiqa shaydolari ko'proq ko'z oldimizga keladi. Shu fikrni o'zgartirish maqsadida olima qizlarga ham, ilmga chanqoq qizlarga ham e'tibor berilayotganini shu o'rinda aytib o'tib ketmoqchiman. Zulfiya mukofotini olganimdan so'ng, ya'ni davlat mukofotiga erishgan yoshlar bilan prezidentimiz yoki katta davlat rahbarlari uchrashuvlar olib boradilar. Bu uchrashuvlarda faqatgina ular bilan ko'rishish yoki shunchaki rasmga tushib ijtimoiy tarmoqqa qo'yish emas, o'zini so'zini ayta oladigan qiz, o'zini jamiyatdagi o'rni bor qiz sifatida ishtirok etish bu men uchun muhim edi. Birgina misol qilib aytishim mumkin. Ushbu mukofotni olish mobaynida, ya'ni prezidentimiz topshirish mobaynida menga aytgan gaplari hali ham esimda va hayajon bilan eslayman. Kamolaxon, yo'lchi qizim, men sizga ishonaman. Bilaman, ilm yo'lida ketyapsiz, bu oson emas. Lekin sizga va ota-onangizga kuch-quvvat bersin degan gaplari hamon esimda. Bundan keyin ham O'zbekiston Respublikasi Prezidenti yordamchisi Saida Shavkatovna bilan uchrashganimizda ham ular bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashish, ularni energiyalarini his qilib, ulardan motivatsiya olib gaplashish ham boshqacha his edi. U yerda ham o'zimni gapimni ayta oldim. Ya'niki, jamiyatimizda gender tengligini ta'minlash ustuvor bo'lib kelyapti, ya'ni davlat siyosatida davom etyapti. Muhandis ayollarga, quruvchi ayollarga ham e'tibor berilishi, ularni o'qishi, ishga joylashishi masalalarida o'zimni takliflarimni berdim. Albatta ular qo'llab-quvvatladilar va hozirda ham bu jarayonni jadallashtirish borasida birga ish olib boryapmiz. Davlat mukofoti, undan keyin bir nechta tanlovlar yoki bir nechta stipendiyalarni sohibasiga aylandim. Albatta bu yon atrofdan qaraganda bo'ldi, shuncha narsa olding, yetadi, endi to'xtat, qolganlarga ham imkon ber degan gaplar, fikrlar bo'ldi. Lekin men baralla aytishim mumkin, bu oxirgisi emas, oxirgi nuqta emas. Prezidentimiz yana bir gaplarni aytmoqchiman. Siz bilan bu ko'rishganimiz oxirgisi bo'lib qolmasin. Siz bilan yana ko'rish xohlayman deganlari esimda va shunga qarab men harakat qilishni davom ettiryapman. Yana yangi muvaffaqiyatlar, yangi g'alabalarni kutib qolasiz. Magistraturadagi ilmiy ishim mavzusi sun'iy inshootlarga sel oqimlari ta'sirini tadqiq qilish, ya'ni Parkentsoy misolida ustozim bilan ish olib boryapmiz. Bilamizki, hozirda iqlim o'zgarishi bilan sel toshqinlari ko'payib ketyapti.
bo'lyapti, ularni qancha hajmda bo'lishi, ularni prognoz qilish muhim vazifa bo'lib turibdi. Ya'ni avtomobil yo'li bo'ladimi, ya'ni sun'iy inshoot ko'priklar bo'ladimi, ularga sel oqimini zararsiz o'tkazib olish hozirda muhim vazifa hisoblanib turibdi. Biz hozirda bu bo'yicha ishlar amalga oshiryapmiz. Kelgusida sun'iy inshootlarni seldan talofatsiz olib o'tish bo'yicha ilmiy loyiha ustida ish olib boryapmiz.